Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüb oturğanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika Dövlət Məclisinin Uyğur kişilik qanun layihəsini ma'qullaşı, həm onun tarixi əhəmiyyəti toğrisida söhbət edib barmız. Biz bu münasibət bilan Amerikadakı Uyğur advokat Nuri Turkiya, həm Dünya Uyğur Komitəsinin İcraiya Komitəsi rəisi Ömər Qanat əfəndini bu söhbətə təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldiniz. Bunda olsa mən birinci sualını Nuri Turkiya əfəndindən başlay. Nuri əfəndi bu mana bugün Amerikanın Avam hem Kengeş Palatası Uyghur Kişilik Hukuk Kanun layihəsini ma'qulluqdan ötküzdü. Sizningçe hem de bu hazır bu kanun layihə kanun oldu mu? Yani bunun yeni bir qadami bormi? Hem de bu kanunninki hazırki qaysi basqıçga kelganini desek hem de hazır kongresini o'tgandan keyin şu Amerika prezidenti imza koysa resmi kanun engilinip icra buluş basqıçga keladi. Şun aqıdın sanıganda hem de hazır şu bir qadam qaldı deb tushunsak bo'ladi. Hem de bu kanunniki şunda uzun musafirlarni besib o'tdi. Hem de hazır bu nim bo'lgandan keyin imza qo'yilgandan keyin bu icra buluş basqıçga kelgan chog'da hem de bu texim ko'p xizmat qilish to'g'ri keladi. Bu to'g'risida Uyg'ur tashkilotlar ko'p tirishchanlik ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Bunda bo'lsa Ömər Qanat əfəndi hem de bu Amerikanın prezidenti qo'l qo'ysa, bu qanun bo'lsa, bunun hem de Uyg'urlar uchun qanday bir tarixiy ahamiyatiga ega bu? Ben birinci bu kanun layihəsininki ötkenligini Amerika Kengeş Palatası ve Avam Palatası'nın ötkenligini tebrikleyme bütün halkımızga, milletimizga, vatanimizga hayırlık olsun. Elbette bunun bu kanun layihəsininki ötüşü ve bir kanun aylanışı elbette üçün, Uygurlar üçün, Şarkı Türkistan halkı üçün tarihi bir vaka deb desek buludu. Bu dünyada Uygurlar üçün ötken ikinci bir kanun. Xitay hükümetininki, Xitay Kompartiyasininki vatanimizni işgalidan mana 70 yıl ötdi. 70 yıldan bu yan bir devletning, bir millatning, bir xalqning bizga ega chiqib mushundaq bir qonunni o'tkazishi deb hisoblanadi bu. Shuning uchun bu bir mislsiz bir Uyg'urlar uchun, Uyg'ur davosi uchun, Uyg'ur xalqi uchun bu Uyg'ur xalqininki ovozininki dunyoda anglashga boshlaganligi, yaxshi kunlarning Uyg'ur xalqini kutayotganligininki bir bishorati deb hisoblanadi. Bu qonun bir burilish nuqtasi. Uyg'urlarninki tarixida, Uyg'ur xalqininki milliy mustaqillik, milliy kurash tarixida, o'zininki haq huquqini qo'lga keltirish tarixida bir burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun endi bu nimani mushu qonun loyihasini boshqa davlatlarning o'ziga ulgu elib, Amerikani ulgu elib, Amerika davlatini, Amerika siyosatchilarini, Amerika xalqininki insonparvarlik xislatini boshqalarni ulgu elib, endi shunda qonunlarni chiqarishi mumkin. Boshqalarga yo'l ochib berdi bu. Unda bo'lsa Nuri əfəndi ba'zilar buni hozir bu qonun loyihasini hatto qonun bo'lib bo'ldi deyotganlarmi bor hozir endi. Sizningcha bu to'g'rimi? Undan keyin bu qonun bo'lmasligi mumkinchiligi cho'ngmi buni? Hazır bu Amerika'da mevcut siyasi vaziyetten qaraganda hem partiye, ideologiye, sınıf, irq ayırmaydigan müştaq bir destekke erişken bir kanundan hazırkadaki bir siyasi mühitte ictimai himaye aslında ve Amerika'daki nopozluk siyasetçilerinin Senator Marco Rubio, ondan dekin bu Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi hanımının yetekçilikide hatta Cumhuriyet Partisi'ninki senatninki rahbari bo'lgan Mitch McConnell'ning rahbarligida ilib berayotgan bundaq bir qonuniy jarayonning muvaffaqiyat bo'lishiga men shaxsan tajribamdan va Amerika Kongress siyosiy vaziyatidan ko'z tutib turib, buningki oxirida ijobiy natija chiqadi deb ishonch qila olaman. Bunda bo'lsa Ömər Qanat əfəndi bu mana bugun hamda Amerikadagi bo'lsin dunyodagi Uyg'urlar uchun oid bir xo'shallik bir kun. Endi bu qonun loyihining rasmiy Avam Palata hem Kengeş Palatadan ma'qullikdan o'tishi. Sizningcha bu kunga kelishi bu qonunning nima narsalar sabab bo'ldi?
Hem de bununki birinci sebebi Xitay hükümetinin Uygurlarga elip berip atkan kırgınçılık hareketi desem boludu. Şu birinci bu kanunun çıkışında birinci rolünü oynayan kahramanlar vatanimizde şu ceza lagerlerde yitip atkan, azap çekip atkan, keç gündüz imrav atkan şu halkımız. Şularınki şu için avazları. Şularınki şu azap ukubetleri bu kanunun çıkışındaki baş rolünü oynadı. İkincisi hem de Amerika halkının, Amerika siyasetçilerinin özlerininki kıymet kararlarına iyi çıkıp muşu bizge selinip atkan zulümga bulanın çıdap turanmıqanlığı. Bulanın insani özününki vazifesini, öz muşu milletke has bolgan şu xisletlerini qaytadan hareketlendiriş oldu. Şununla bu şehirdeki siyasetçiler bu Marco Rubio'daki, mesela Chris Smith'deki, James McGovern'deki, Tom Suozzi'deki, mesela Menendel'deki senatörlerinki ve kongresmenlerinki, Pelosi hanımınki bu oynayan rolü. Bu şu bizdeki çekip atkan azap ukubetimizni doğru şunu anlap, şunun bizning derdimizga yetib, şu bizga ega chiqqanligi. Bunun da elbette bularga şu tonuşturuşta, bu şu siyasetçilerge bu meseleni tonuşturuşta, halkımızdaki avazını yetkizişte, halkımızdaki ahvalını şularga tonuşturuşta, hem şu siyasetçilerge hem hükümetke tonuşturuşta bu teşkilatlar çok rol oynadı deyme. Şu Amerika'daki teşkilatlar mesela UHRP, Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu, Uygur Amerika Cemiyeti, Dünya Uygur Kurultayı ve bir yerdeki başka teşkilatların hemmesi bir yerde çok rol oynadı. Hem şunun okşaşla bir yerde yakki faaliyet ilperi vatkan bizimki kırındaşlarımız mı? Bunun da nait çok hessi var. Şu bir yerde kırındaşlarımızdan çıkıp özlerininki şunçılar haterini közlüğü ilip fidakarane uçlarıcı merdane şu televizyonlar çıkıp guvalık belgelliği, özünün bir şeyin nemek belgelliğini, tutallarının bir şeyin nemek kilivatkanlığını Xitay hükümetinin şunçılar tehdidi, bisimine karamay, kahramanlar çıkıp muşunu paş kılışı, aşkarlışı bu kanununki ötüşüde, bu kanununki şunçılık köp kollaşkı erişkide çok rol oynadı dep oylayman. Nuri Efendi, bu kanunun işte elbette bu kanunun nurgun maddeler var. Hem de sizningcha bu kanunun içindeki şu en küçük Uygurlarning bugünkü hak hukukunu qo'g'daydigan qaysi modellari bor, hem Uygurning hak huquqlari bu orqali qanday qo'g'dildi? Endi bu kanunga qaraydigan bo'lsak, bu nemishki bunda uzun vaqt ketdi degan chog'da endi bu qonun chiqarsa hesap emas. Amerika hukumati Milliy Meclis'te bo'lsin, Aqsaroyda bo'lsin, Tashqi ishlar ministrida bo'lsin, izchil zadim shu hozir davom qilayotgan depsanda buzg'unchilik, qirg'inchilik ahvoliga konkretni, tafsiliy va natija chiqadigan inkos qaytarish uchun ko'p bosh qatirishlar bo'ldi. Endi buni bu kongressdan yangi chiqargan qonunda asosiyatdan 3 mazmunga yig'inchoqlagan ahvolda o'tirib chiqadi. Birisi Amerika Xitoy orasidagi tashqi siyosatda bu Uyg'ur masalasi hamda muqim bir o'rin tutadi. Buni o'rnini yangilash degan ma'noda o'tirib chiqadi. U demak, bundan keyingi Xitoy Amerika orasidagi dialogda Uyg'ur masalasi doim o'tirib qo'yiladigan halqılık meselesi qatarida ta'kidlanadi degan gap. İkincisi bu devlet bexatarlik meselesi. Yani bunun da devlet bexatarlik meselesi nima? Bu Amerika'nın içtikilam emas. Bu ticari dünyadaki mecburi emgak silinishga türkülük vasıtılık yoki bevosita turkiyotgan shirkatlarning so'rg'ini qildigan. Ularning avvalida report tayyorlab kongress topshirgan shunday bir ahvol bor. Ondan keyin Amerikaning davlat ishidagi İngilizce law enforcement deymiz. Bu cemaat amanlıqı. Bu meselede mi alayda tarihte görünüp bakmayan bir yüzleniş buvatıdı. Bu bolsun şu Amerika'daki Uygur Amerikan vatandaşlarının ya ki mengülük turuş imtiyazı erişken Uygurlarının
chet el hokimiyati bo'libmi Xitoy hokimiyatininki tahdidi ziyonkashlikka uchrashining oldini olish va uchraganlarni tekshirib kongressga doklad qilib buningga tadbir o'ylanish. Endi bu dunyoning hech qanday yerda hozir qadar bu bir davlatning istixborot idoralari masalan DNI 18 istixborot idorasining müdiri bo'lgan kishi shu ofis, shu bo'lim bundan keyin Uyg'urlarga tegishlik davlat bexatarlik masalalarini tekshirib kongressga doklad qilgan ish bor. Undan boshqa bu davlat ishidagi jamoat bexatarligi. Bu Uyg'urlar shuni his qilish kerakki, yillardan bu jamoat xavfsizlik degan bu anlam, bu tushuncha Uyg'urlarni ezishga vosita qilingan bo'lsa, bugungi kun kelgan chog'da Amerika federal saqchi idorasidan Uyg'urlarning Amerikadagi amonligini qo'g'dashga tadbir qo'llanayotdi. Endi bundaq jihatga bitgan chog'da bu simbol xarakterlik desakmi bo'ladigan, uningdagi negizlik masala tarafdan qarasak-mu, zodi bu bir tarixiy. Bu yaqin yaq buni ko'p ta'kidlaymiz. Uyg'urlarningki insoniyat tarixida buningga o'xshash bir qonuniy qo'g'dilish ko'rilib boqmagan. Yana bir nima Nuriy afandim demek kaldı. O bu kanun mesela Magnitsky kanunu vardı. Şu kişilik hukuk depsendiçilikte mesuliyeti boğalarını cezalaş çıkarılgan bir halkara Magnitsky kanunu. Bu kanun yani prezident bu hükümetin reisi yani prezident Amerika'nın prezidenti bu kanunu icra kılış kılmaslık prezidentinki ihtiyarıda. Ama bu bizning Uyghur kişilik hukuk kanun layihasi bilan o'tkazilgan shu bir moddada bu prezidentni majburiy holga akab qo'ydi. Ya'ni cho'qim uni ijro qilish kerak dedi. Ya'ni Uyg'urlarning kişilik huquqi dafsandichiligida hozirgi shu qirg'inchilikda mas'uliyati bo'lgan Xitoy amaldorlarini cho'qim Magnitsky kanunu bo'yicha cezalanish kerak, prezident bularni cezalash kerak. Mushu kanunni ularga ijro qilish kerak degan modda bor. Bu nayte muhim. Buningdikinde yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi ne her yili mushu Xitoylarningki Uyg'urlarga, Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta ilib berayotgan siyosiy qirg'inchilik harakatlarini kuzatish. Shu siyaseti Xitoyninki şu ilip berayotgan siyaset haqida doklad tayyorlash va uningdikinde bu Xitoyning Uyg'urlarga qarta shu ilip berayotgan bostirish harakatlari qarshi Amerika nima qildi deganni to'g'risida doklad tayyorlash vazifasini berdi. Bu nayte muhim moddalar deb qarayman. Bunda bo'lsa Nuriy Efendi bu Amerikadagi bu tunji Uyg'urlarga munosabatlik qonun loyihaning qonunga aylanishi bu ikkinchi qadamda shu Uyg'urlarga bevosita munosabatlik yana qarshi qonunlar chiqyapti. Masalan, Uyg'ur majburiy emgak qonuni degandek Amerika davlat majlisida tanishtirilgan. Sizningcha bu qonun loyihaning qonunga aylanishi qolgan qonun loyihalarining qadam qonunga aylanishda qanday bir ijobiy qadam bo'ldi bu? Endi bu legislative process, bu legislative tarixini qaraydigan bo'lsak, bu qonun tuzish jarayonidagi shu ticari dunyoga aralashgan qonunlarningki o'tishi biroz ters to'xtaydi. Endi hozir bizning ko'z oldimizga ikki qonunning birisi shu maxsus eksport kontrol masalasini hal qiladigan bir qonun bo'lgani uchun bunun qarshi bu Amerikadagi shirkatlar, masalan Xitoy shirkatlari bilan yoki Xitoylardagi organlar bilan ticari ishbirlik va bu shirkatlarning lobbichilari buni suslashtirishga, ojizlashtirishga o'tgan taqdirda mushtoq tadbir qo'llanish mumkinchiligi bor. Lekin bu mecburi emgak meselesi başka bir mevzu. Amerika tarixini o'qigan odam paxta degan ism chiqqan chog'da Amerikaliklardan qanday inkas chiqadiganligini his qilgan har qanday bir siyosatchi bu hozirgi shu yangi davrdagi qulluq emgak sistemasiga nisbatan yerginishdan boshqa buni darhol to'xtatish to'g'risida bir tadbir qo'llandi deb men shaxsan ishonaman. Shuning uchun bu ikki qonunning ichida shu majburiy emgak chiqarilayotgan qonunninki hem mazmunini aytganlik, hem ommaviy fikr to'plash mumkinligi cho'ng, hem Amerika tarixidagi yerginishlik boblarni qayta eslatib o'tirg'i chiqishning oldini oldigan mushtaq bir tarixiy ahamiyati
ve Amerikalılarınki milliy xarakteriga singib ketgan bir qulluq tuzumi mümkün bo'lmaydi degan tushuncha bo'lgani uchun bularmi qartelliklarning ichida. Bundaq bir qonunninki bu qonun tuzuvchilarning orasida himoyaga erishish, bozor tepish ehtimolini ochdi. Ömer Kanat Efendi, bu Uyghur Kişilik Hukuk Kanun layihəsinin qanunga aylanishi və hazır o'sha Xitoyning zulmuna uchrayotgan Uyg'urlarni bir saqlab qilishda qanday bir ijobiy rol o'ynaydi? Xitoyga albatta bu cho'ng bir besim bo'ladi. Xalqarалық diplomatik bir besim bo'ladi Xitoyga. Bayam deb o'tganimizdek shu bu Xitoy amaldorlari Uyg'urlarga siyosatni yurgizayotgan amaldorlari bir jazoga uchrasa, bir iqtisodiy jihatdan ziyon tatsa, Xitoy hukumati bayam dedik bir şirketlerini bu kanunda o şirketlerini devamlı küzütüdü. Bu şirketlerinin işleri bir çok çelişişi mümkün muş kanun bile. Bu elbette Xitay'ını biraz akıllı çekinişke mecburlaydı. Onun dikin bu muşu kanunga asasen hem de saklap tuğan nurgun devletler var. O devletlerde bu okşaş kanunla kabul kılınıp icra kılınıp başlansa demek Xitay her taraftan halkara bir bisim uçuraydı. Halkara bunu şu bisimini aşıgan boladı. Onun dikin iktisadi cihetten mi nurgun ziyanlar uçuruşu mümkün. Muşu iktisadi ziyanlar halkara bisim Xitay'ını bir yerde bir akıllı çekinişke mecburlaydı dep oylayman ben. Nuri Efendi, bu Amerika hükümeti ötken yılı Xitay'nın 29 saqçı idareli, mesela Abdumraylık saqçı olsun, qay saqçı öz işiga algan şirket, saqçı idaralariga jazo qo'ydi masalan. Onun sırf yani yakında 9 Xitayning şirketiga jazo qo'ydi. Bu jazo qo'yishlari albatta bu qonun bilan bevosita munosabatda yo'q shaklda ayrim shaklda qo'ydi. Sizningcha bu Amerika hukumati yana davomli Xitoyning bu shu Uyg'ur rayonida Uyg'urlar ziyonkashlik qilayotgan qo'li bor deb qaralgan shu Xitoyning shirkatlariga bundan keyin yana davomli jazo berish mumkinmi? Bu Amerika hükümetinin hazır yürgüzüvatkan siyasette whole government approach degan bir nima bor. Hükümetin hem organdan hem tarmaqıdan ortak qo'lidagi imtiyozlardan foydalanib shu hozirgi mavjud insoniyat krizis meselesini hal qilish Uyg'urlar duch kelayotgan. Shuning uchun buni tashqi ishlar ministerimi, adliya ministerimi, mesela FBI, NDA ministri qaraydi, istixborot idorasimi, onundaki ticaret ministerliği mi, kongres mi, hemmesi birlikte bu müştah whole government approach deb hükümetin hem yerden tang sayravatkan, tang çıkıravatkan müştah bir muhit var. Hem de bunun den dini meselesi başka bir organdan, kanun meselesi başka organdan, maliye meselesi maliye ministerden, devlet bexatarlik bunu bölüp algan müştah ahvalda bir paket kılıp bunu hal kılıvatıdı. Hem de hazır bu ticaret ministerliğinden çıkargan bu yeni karar, partizmle kirgiziş, devam kılatkan partizmle kirgiziş bu. Şuna bunu hatta ama o ammavi teşkilatlardan, münasebetlik organlardan, ticari dünyasından hatta bu texmi köp şahslarını, organlarını partizmlik ilişkine teşebbüs kılatkan ahval bu. Onun için Tashqi ishlar ministerining bu viza cheklashga qaraydigan bo'lsakmi, bu kimning viza cheklanganligi de hozirgacha o'rtaga chiqmadi. Bu mu davom qilayotgan, rolling basis deymi, davom qilayotgan uchun bu mu to'xtagan emas. Endi Ömer efendim ta'kidlagan bu Magnitsky qonunining ijro bo'lishimi bu bir ish qadamda to'xtab qolmaydi. Yani burun prezident o'zi xohlasa uni icra qildigan, xohlamasa icra qilmaydigan bir vaziyatdan o'tib, kongressdan mecburlaydigan holatga keldi. Demak, bu hozirgi o'tirda ism chiqayotgan bir necha shaxsdan boshqa bu Uyg'ur xalqininki duch kelayotgan bu milliy qirg'inchilik masalasiga vositalik yoki vositasiz turtki bo'lgan, haydakchilik qilgan, ijro qilgan shaxslar, organ bo'lamdi, shaxs bo'lamdi, bu oxirida bu shu qonun bo'yicha embargoga duch kelish mumkin. Hem jig'ib aytgan chog'da bu bugunlik, ertalik ish emas, davom qilayotgan bir siyosiy jarayon. Ömer Kanat Efendi, bu Uyg'ur Kişilik Hukuk Kanun layihəsinin axırı qanun bo'lishi bo'lgandan keyin albatta Uyg'urlar butun dunyoda nihoyatda hayajonga cho'mdi, ham xo'shal. Endi bundan keyin yana Amerika Davlat Majlisi ham qolgan davlatlarda bir qonunning
Uyg'urlarga munosabatli qonunning chiqishi uchun Uyg'ur tashkilotlar ham Uyg'ur shaxsiylar qanday bir harakatlarni ilib berish kerak? Bu yerda endi Uyg'ur tashkilotlarga endi texmo cho'ng ish tushdi menimcha. Bu nima desangiz, endi mushu qonunninki ijro bo'lib bo'lmaganligini endi bayam deb o'tdik-ku, har qaysi organlarga hozir bu qonun nima tushiryotidi, buyruq tushiryotidi. Sen mana qilasan, Uyg'urlarning vaziyatini kuzatsan, bu haqda bizga doklad bersan, Xitoy hukumatining bostirishiga qarshi qanday tadbirlarni alding, hatto Tashqi ishlar ministrligidan uning javobini bersan deb. Unda degandiki, mushu berilyapti, berilmayapti. Hem har qaysi organlar o'zining mush qonunni ijro chiqarilgan bu qonunni ijro qilyapti, qilmayapti deganini kuzatish, buning oqibati mingish, bularni ijro qilmayotgan bo'lsa, ijro qilishga majburlash mush Uyg'ur tashkilotlarining, bo'libmi Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarininki vazifasi hamda shuningga bundan bu tashkilotlarga texmo cho'ng ish tushdi. Boshqa davlatlarda bu mushning o'xshash qonunlarni chiqarish uchun tashkilotlar, har qaysi davlatlardagi tashkilotlar shu davlatlarningki parlamentga, siyosatchilarga murojaat qilish kerak. Hozirga qadar elib berayotgan faoliyatlarini uzluksiz davomlashtirish kerak. Nuri Efendi, bu 22 may günü Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi hanım, sizni hem de Amerika'daki Halkaralık Dini Erkinlik Komitesi'nin yeni komisarı tayinledi. Siz aldı bilen mübarek olsun. Sizin soraydigan sual, hem de siz bu komitetin komisarı buluş sübütünüz bilen qanday vazifelerini öteysiz? Aldı bilen sizden alayda tebrikliginiz için köp rahmet eytimen. Bu münasebet bilen Uyghur halkının şundaq bir imtiyazının bahrimanı buluş fürsətinə erişkin üçün tebrikleymen. Bu şahsenden de bana verilgen vazife bolsunmu? Bu beni vazife tayinlagan Nancy Pelosi hanım bu adatki bir siyasetçi emas, adatki bir qonun tuzguchi emas. 89 yildagi Tiananmen qirg'inchiligidan tortib bugun qadar, hatto shu vaqtida Beijingga berib Tiananmenda namoyish qilgan darajadagi bir bu shu inson haqlari masalasiga ko'ngil bo'ldigan bir siyosiyon. Hem Amerikadagi eng cho'ng ikki siyosiyonning biri deb qarasam xatolashmaydigan bir darajadagi inson. Bundaq bir shaxsninki şahsen bana bu fursatni berganidan Amerika Kongresining, Amerika hukumatining Uyg'ur masalasiga qancha ko'ngil bildirganligini, hozirgi kundan kun eg'ilishayotgan vaziyatga Uyg'urlarning diniy darsanda uchrayotganligiga qanchalik endish qildiganligini ko'rib yetish mumkin. Endi bu komisyon hukumat organi, bu organninki hukumat organi bo'lgani uchun ko'p imtiyozlari bor. Tadqiq qildigan, hatta davlatlarga berib vaziyatni tekshirdigan, diplomatik so'rovlarda suhbat o'tkazdigan ve ma'lum shaxslarninki ahvolini o'tirib ko'tarib chiqib, buni hal qilish uchun xizmat qiladigan, yillik dokladga uchur to'playdigan, undan keyin Amerikada barpo bo'lgan dinga ishonish va ishonmaslik, dini erkinlikini himoya qilishdan boshqa insoniyatning diniga tajovuz qilishning oldini olgan shunday bir vaziyatni, prinsipni targ'ib qiladigan bir xizmat o'rni bu. Hem de hazır bu Uyg'urlarning dini e'tiqodi ruhiy kasallikka, virusga o'xshatilayotgan shunday bir mezgilda Nancy Pelosi xonimning bu Uyg'urlarning diniy erkinligini ko'z tutib bunday bir vazifani ma'qullaganidan bu vaziyatning biz bilgandimi bir ig'ir darajada ekanligini namoyon qilgan bir yo'ldosh deb tushunyapman shaxsan. Hamda bu Uyg'urlarningki lam işi, Uyg'urlarning beşe kelgan bu diniy dafsanchilik ishi emas, butun dunyodagi diniy dafsanchilik uchragan din, irq va mazhablarningki xizmatini qiladigan bir organ. Mening xizmatim faqat Uyg'ur xalqiningki ahvoliga jug'unib qolmaydi. Bu fursat bilan boshqa davlatlardagi diplomatik organlar bilan, hukumatlar bilan umumiy Uyg'urlarning dunyoning hamma yeridagi diniy erkinlik vaziyatini ilgari surishga shunday bir fursat bo'lgan bir yangi imtiyoz va xizmat. Anlaşımcha Ömer Kanat Efendi, bu Nuri Efendi'nin bu Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetiga komissar bo'lib kirishiga hamda siz taklif beribsizkan. Sizningcha bu
Nuriye Efendi'nin bu dini erkinlik komitetiga tayinlishi hem Amerika'da okuyan yaramlık Uygurlarning ilgari Oqsaroyga kirishi degandek Amerikadagi mushundaq muhim o'rinlarga kirib xizmat ishlashi mush Uygurlarning masalasida Amerika hukumatining oldida texnik kuchayishi hem Uygur xalqining mush ziyonkashlikka uchrashining azishida qanday bir ijobiy rol o'ynaydi? Albatta ijobiy rol o'ynaydi. Birincisi Nuriye Efendimning bu vazifege tayinlanishida bu bizniki bir rolimiz şu bo'ldi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga yangi bir a'zo tayinlash maqsadida buni qaror qilib o'tgan Nancy Pelosi xonim Uyg'urni tayinlashni qaror qilgan, lekin shu qobiliyatlarga ega bo'lgan bir Uyg'urni albatta. Nuriye Efendim bu yerga Uyg'ur bo'lganligi uchun tayinlanmadi. Alnigar xonim bu yerga Uyg'ur bo'lganligi uchun tayinlanmadi. Shular shu maktabni o'qib, shu oliy ma'lumotni elib, o'zining qobiliyatini joriy qildirganligi uchun u hukumatning bularning shu qobiliyatiga ko'z yetganligi uchun u yerga tayinlandi. Nuriye Efendimninki tayinlanishi albatta qaror berib bo'lganligi uchun bizdan faqat so'raganimiz bir shu qobiliyatlarga ega Uyg'urni bizga bir tavsiya qilsanglar dedi. Bizmo albatta Amerikada siz degandek qo'yam, bunda yetishgan Uyg'urjiq ko'pininki ham bizning sharoiti bunga muvofiq keladi, lekin ularning orasida Nuriye Efendimninki bu ishga eng uyg'un bo'lganligi, u Amerika hukumatininki qo'ygan shartlariga tushadigan odam, u shartlarning hammasiga to'liq ega bo'lgan bir odam, bir shaxs bo'lganligi uchun Nuriye Efendimni taklif qildik. Nuriye Efendim uni qabul qildi va ular Nuriye Efendimni bilan ko'rishib, Nuriye Efendimning u texmo qo'nib yetib, bak o'zlari bak uningdan rozi bo'lib ketdi. Bu shunday bir qobiliyatli bir insonni bir komissar qilib topganligi uchun da shunday bir nomzodni topganligi uchun albatta bular bizga masalan yangi eshiklarni ochadi. Çünkü birincisi bir yerde Uygurlarınki qaysi seviyeге yetkenligini gösteriyor yani. Bir yerdeki Uygurların ait okul yetişip Amerika'daki özünki şu meslektaşları özüge okşaş insanlarla rekabet kılalaydıgan, şundak yukarı orunlarga kiralaydıgan bir kabiliyet, bir seviyeye yetkenligini gösteriyor. Bu bizim için Uygurlar için ait fəxrlənərlik bir iş. Onun için bularınki undaq vazifege tayinlenişi elbette nurgun işlerini açıdı. Bular vaziyetten ait xabarda, vaziyetini to'liq biladi, Xitoy hukumatining siyosatini biladi, uning maqsadini to'liq biladi. Bular hukumat o'rinlarida bularni tushundirsa, texmo o hukumat arboblari buni texmo yaxshi anglashi mumkin, texmo to'liq quloq selishi mumkin. Albatta faoliyatchilar bu nimani yetkazamiz bularga. Lekin u o'rinda turgan bir insonninki Uyg'ur bo'lishi nurgun işlerini bizge açıdı. Amerika Xalqaro diniy erkinlik teşkilatı bilen uzun yıllardan beri hemkarlaşıp kelyapmiz. Bu yerdeki Uyghur teşkilatlarının hammasi biz şunda nurgun yıllardan beri bular bilen ait yaxshi hemkarlığımız var. Lekin endi Nuriye Efendimning bu yerda bo'lishi bizningki ovozimizning texmo ularga ulaşışı uchun texmo imkoniyat, yaxshi imkoniyat yaratib berdi deb o'ylayman. Nurgun texmo boshqa ishlarni bizga ochadi deb o'ylayman. Bunda bo'lsa Nuriye Efendi, bu sizning qo'shimcha qilgan oxirgi so'zingiz bormi? Aldı bilen bu bizningki UHRP'deki masalan üçümüz birlikte kurgan bir ilmiy tadqiqot organining taraqqiy qilib bugungi kelganda men kelgan uchun shaxsan minnatdorligimdan boshqa har biringlarni tabriklayman. Ondan keyin bu UHRP'de xizmat qilayotgan hozirgi xizmatchilarning ko'rsatayotgan ejriga Ömer Efendimninki yetakchiligiga shaxsan minnatdorligimni bildiraman va men ishinib shu vazifani qila oladi deb Nancy Pelosi xonimga rasmiy shaklda taklif berganiga minnatdorligimni bildiraman. Endi bu xizmatni bu tashkilotlarsiz qilgan bo'lmaydi. Qilgan xizmatning eng bir muhim qismining biri şu UHRP'de, Qurultay'da ve başka ammaviy teşkilatlarla birlikte bu ictimai meseleler kullanan gap, diplomatik yollarla. Şunun için bunun için köp hizmetlerde birlikte olmamız, sizlerge hammalarga tekrar rahmet.
Bunda bo'lsa ishkanlarga bu suhbatga qatnashib berganlarga alohida rahmat aytaman. Rahmat. Hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımız müşahidə axilişdi. Görüb bəginənlərə köp rəhmət. Kilə xitim görüşüşcə, xuş vaxt bulun.